Suv tiriklik manbai. Ma'lumotlarga ko'ra, kishi umri davomida o'rtacha 70 tonna suv iste'mol qiladi. Mamlakatimizda aholini toza, sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash va chekka hududlarda ham suv ta'minotini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Birgina Surxondaryo viloyatida aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi qariyb 70% ga yetkazildi. Muxbirimiz bu haqda so'z yuritadi. Bugungi kunda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohada izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Birgina Surxondaryo viloyati aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi salkam 70% ga yetkazildi. Bu raqam 2017-yilda 40% ni tashkil etgan xolos. To'palang suv omboridagi tabiiy manbani yirik loyihalar asosida to'g'ri yo'naltirish bu ko'rsatkichning o'sishiga sabab bo'ldi. Suv yetib borgan hududlar qatorida Sho'rchi tumani ham bor. Prezidentimiz tashabbusi bilan To'palang suv omboridan 80 kappa mahallasiga 5000 ko'pdan 10 000 ko'plik havuz qurildi. Ushbu suv omboridan Sho'rchi tumanidagi 8 ta mahalla 24 soat ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlangan. Bu ishlar albatta prezidentimiz tashabbusidagi islohotlari deb bilaman. Bundan 7-8 yil oldingini tasavvur qilsak, o paytlar ichimlik suvi soatlab berilardi, tashib ichilardi. Hozirgi kunda aholimiz mamnun, 24 soat To'palang suv omboridan qattiqligi 2-3 daraja ekvivalenti shirin suv ichyapti. Bu eng toza, aholining sog'lig'iga foydali ichimlik suv hisoblanadi. Kelajakda yana loyiha chora-tadbirlar qilyapmiz. 2026-27 yil ham 26 ta mahallaga ulash rejalashtirilgan. Amalga oshirilgan yirik loyiha tufayli ayni kunga kelib vohaliklarning 70% To'palangning toza suvidan bahramand bo'lyapti. Mazkur hayotbaxsh loyiha sabab so'nggi 7 oy davomida sohada qariyb 20% o'sishga erishildi. Bu albatta o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Barchasining zamirida xalq farovonligi yo'lidagi tinimsiz mehnat mujassam. Oldingi vaqtlar bilan hozirni solishtirsak, 2016-yillar mana shu xonadonlarimizda suv kelmas edi. Mana yoz oylarida mana shu mahallamiz juda suvga tanqis edi. Mana shu prezidentimizning suv to'g'risidagi islohotlari tufayli bugun mana shu To'palang suv omborining shirin suvlari har bir xonadonga kirib keldi. Suv tufayli kasalliklarimiz kamaydi. Mana bugun 24 soat mana shu shirin suvlardan xalqimiz to'yib ichmoqdalar. Mahallamizdagi onalarimiz xursand. Nima uchun? Ularning og'ir hayoti yengil bo'ldi. 8 yil ichida 100 yillikka arzigulik ishlar amalga oshdi. Bu vatanimiz uchun, inson qadri uchun qilinayotgan ishlar. Har kuni inson qadri uchun yangi qadamlar bosilmoqda. Mana shunday islohotlarni ilgari surgan davlatimiz rahbari prezidentimizga mahallamiz ahli nomidan katta rahmat aytamiz. Olis hududlardagi mahallalarga ham toza ichimlik suvining oqib kirayotgani quvonarli. Avvallari uzoq masofalardan suv tashib yashagan aholi endilikda toza suvdan 24 soat davomida beminnat foydalanmoqda. Ilgari suvlarni biz uzoqlardan tashib ichardik. Har bir uylarda kranlar chiqyapti. Avvalgiday jiyindi suvlar yo'q. Bolalarimiz suv tashib kelardi. Qiyinchiliklar ortda qoldi. Prezidentimizni bizga bo'lgan e'tibori uchun katta rahmat. Kayfiyatimiz ham a'lo. Loyiha yakuniga yetkazilishi natijasida viloyatdagi yana 450 dan ortiq mahallaga toza ichimlik suvi yetib boradi va 1,700,000 nafar aholi ta'minlanadi. Inson qadrini ulug'lashga qaratilgan bu islohotlar natijasida xonadonlarga suv bilan birga sog'lik, qut-baraka va shukronalik ruhi ham kirib kelmoqda.